Assalomu alaykum hurmatli biz Globalizer podpischilari va muxlislari va bizani ashaddiy ishonchli do'stlarimiz. Hozir akamizga viza chiqdilar, yana Yevropaga. Xudo xolasa kuzatib borishda davom eting aka. Keling Zafar aka. Assalomu alaykum. Sog'siz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Okajonim sog'siz yaxshimi? Qalay bo'ldi buguncha sana 22-aprel, ya'ni 2026-yil. Qalay taassurotlar okajon? Qarang aka, mana bitta bizning muxlislar akalarimiz bor. To'g'risini ayting aka, mana tepada Alloh qanchada chiqdi aka, mana shu muxlislarimizga to'g'risini ayting, mana bitta o'zi ko'rsating. Dekabrda berildim-da. Dekabrda. Qoroy bo'lyaptimi? Albatta, bitta ko'rsating aka, o'zi berib turing. Mana akalar, mana D vizasi, рабочий viza akalar. Har doim hamnafas biz Globalizer bilan bo'ling. Aka, O'zbekistonning qatidansiz. Qattiqroq. Namangan Kosonsoydan. Kosonsoydan aka. Ishonchlar, taassurotlar qalay? Ishonchlar zo'r. Sizdan keyingi kelganlarga nima desa, keyingi kelayotgan muxlislarga, tanishlarga, akalarga, ukalarga chiqinglar akaga. Hammasi zo'r. Akalar qaranglar, biz 1 oydan 6 oygacha vaqt beramiz. Bizga faqatgina shartnomani to'lovini qilasiz, qolganini Xudo xolasa siz bilan keyin gaplashamiz. Aka, ko'nglinglar to'q, mazza qilib xulislar. Qalbingiz kabi, qog'oz kabi oppoq, futbolka kabi oppoq bo'lsa, albatta ishonch bo'lsa, biz sizlarga albatta qilib beramiz. Har doim xavf-nafas biz Globalizer bilan bo'ling. Hech qachon esdan chiqarmang. Bugun juda ko'p vizamiz chiqqan. Xudo xolasa bundan keyin Koreyamiz chiqyapti. Xudo xolasa mana o'qishlar davom etyapti akalar. Sizlarning xizmatingizda kaminay kamtarin bo'lamiz. Bizlarni biz Globalizer har doim sizlar bilan birga. Esinglardan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.